YouTuber baron do'stlar, bugungi videomizda Pro nastroyka, ya'ni Pro o'ynash sirlarini ham o'rganib chiqamiz. Xo'p, sizlarni uzoq kuttirmagan holda videomizni boshlaymiz va videomizni boshlashimizdan oldin kanalga like va obunani bosib qo'yinglar. Chunki oyning oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani do'stlar, ketdik. Mana bizning nastroykamiz. Bu nastroyka oldiviy nastroyka bo'ladi. Bu ya'ni rus nastroykasidan bo'ladi. Tanisalari kerak. Bersel, Melonti shunaqa streamerlarni bu oldingi nastroykalardan bo'ladi. O'zlaringa ko'rib to'g'rilab olishlaring mumkin. Buni hamma to'g'rilagan bo'lishi mumkin. Mana hozirgi telefonim 45 fps ochadi, giroskopiyam yo'q. Agar sizlarning telefonlaringiz shunaqa slabiy telefonlardan bo'lsa, mana shu nastroykani qo'yib olishlaring mumkin. Mana bu chuz o'zimni chuzdim. 45 fps ga tushadi bemalol. To'g'rilab olishlaring mumkin. To'g'ri hamma ko'taradi. Mana 20, masalan 339 yo bo'lmasam 230 ga ko'tarishi mumkin. U iPadlarga tushadigan, faqat katta telefonlar iPadlarga tushadigan chust bo'ladi hozir. Bu 175 stabilniy. Buni 150 qilamiz. O'shalar telefonlaringiz qotmaydi va stabil ushaveradi. Mana buni ko'rib olishlaringiz mumkin. 8 ta F10 teraslar o'zlar normal qilib beradi. Buni ko'rishlaring mumkin. Ko'rishlaring mumkin. Buni yoqsalaring, buni 70, buni 73 qilib qo'yasizlar. O'shanda yaxshi bo'ladi. Videomiz shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.